Assalomu alaykum aziz tezkor film muxlislari. Uzoq tanaffusdan so'ng biz tezkor film jamoasi yana siz bilan birgamiz. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz siz uchun shu yerdamiz. Bugun biz sizlarga Amerika kinoijodkorlari tomonidan suratga olingan sun'iy bachadon kapsulasi haqidagi kinoni hikoya qilib beramiz. Qulayroq joylashib oling, biz boshladik. Kino Rachel ismli ayol o'zining homilador holatidan hayratlanganicha ko'zguga qarab turgan kadr bilan boshlanadi. Ammo bu holat shunchaki tush bo'lib, Rachel uyg'onib ketadi va barchasi tush ekanligini anglaydi. Uy ishlarini bajaruvchi Yelena ismli sun'iy intellekt asosida ishlovchi tizim Rachelga nonushta tayyorlab beradi. Lekin Rachel band bo'lgani uchun ishga shoshadi va ketishdan oldin turmush o'rtog'i Elvi bilan xayrlashib, ishi tomon yo'l oladi. Yo'l davomida Rachel maxsus sun'iy bachadon kapsulasini ko'tarib olgan ayolga ko'z tushadi va o'yga to'lguncha ishi tomon yo'lni davom ettiradi. Bu vaqtda Elvi ham uyg'onadi va aqlli uy tizimi Yelenaning nonushta qilish va kun tartibi haqida tavsiyasiga e'tibor bermasdan o'z gullariga g'amxo'rlik qiladi va nonushta vaqtini o'tkazib yuboradi. Ishga kelgan Rachel hamkasblariga sun'iy intellekt asosida ishlaydigan robotning yangi modelini tanishtirib o'tadi. Bu robot ofisdagi xodimlarning o'rnini egallashi mumkin bo'lganligi uchun barcha xodimlar o'zlarini endilikda keraksiz bo'lib qolishlaridan qo'rqib xavotirga tusha boshlaydi. Ammo shu vaqt Alice ismli menejer jonli inson xodimlarga har doim ehtiyoj borligini aytib, ularni tinchlantiradi. Keyinchalik Rachelni bo'lim boshlig'i chaqiradi va uning lavozimini ko'tarishini aytib o'tadi. Ular biroz suhbatlashishadi va Rachel hozirda bolali bo'lishni rejalashtirmayotganini aytib o'tadi. Shunda boshlig'i Rachelga hozirda ular bolali bo'lish uchun eng qulay vaqt ekanligini, chunki ular ishlayotgan kompaniya sun'iy bachadon markazini sotib olganligi va kompaniya Rachel uchun to'lovlarning bir qismini qoplab berishini aytib o'tadi. Rachel xonasiga kirib, yangi yordamchi robot bilan ishlayotganida unga bachadon markazidan qo'ng'iroq qiladi va Rachelga maxsus joy ochilgani haqida xabar berishadi va uchrashuv belgilashadi. Rachel ikkilanganicha bachadon markaziga hech bo'lmaganda ekskursiya qilish uchun tashrif buyurishga qaror qiladi. Chunki bu markazga kelish uchun navbatda turganlar soni juda ko'p bo'lganligi sababli Rachel imkoniyatdan foydalanib uchrashuvni qabul qiladi. Tushlik paytida u sun'iy tabiat qo'yniga boradi va dengiz va daraxtlarning ovozi sun'iy tarzda qo'yib beriladigan xonada dam oladi. U uxlab qoladi va yana farzand ko'rishni orzu qiladi. Bu vaqtda maktab issiqxonasida Elvi o'z o'quvchilariga yangi tabiiy mevalarni yaqindan tanishtirib ma'lumot berib o'tadi. Lekin o'quvchilar tabiatdan olingan tabiiy narsalarni iste'mol qilish jirkanchli va xavfli deb o'ylashadi. Chunki bu o'quvchilarning hammasi allaqachon sun'iy intellekt mashinalari va robotlar tomonidan tayyorlangan taomga o'rganib qolishgan edi. Bu onda Rachel o'zining sun'iy intellekt terapevti Eliza oldiga boradi va u bilan bachadon markazi haqida suhbatlashadi. Ma'lum bo'lishicha, bachadon markazi er-xotinning tashqi sun'iy qorinda, ya'ni sun'iy bachadon kapsulasida chaqaloqni o'stirishga imkon beradigan laboratoriya bo'lib, bu ayolni har qanday sog'liq uchun xavflardan qutqaradi va ota-onaning ikkalasini ham homila uchun teng ravishda javobgar bo'lishga imkon beradi. Biroq Rachel eri Elvi tabiiy yo'lda farzandli bo'lishni xohlashini va sun'iy bachadon kapsulasi orqali bolali bo'lishni istamaganligini biladi. Shuning uchun ham u haligacha eriga bachadon markazi haqida qanday qilib aytish bo'yicha tashvishlanayotgan edi. Shunda sun'iy intellekt Eliza sun'iy kapsulada o'sgan chaqaloqlar ham oddiy odam bachadonidan o'sgan tabiiy chaqaloqlardek sog'lom bo'lishini aytib, Rachelni ishontiradi va Rachel bu haqida eri bilan gaplashishga qaror qiladi. Uyga qaytgan Rachel eri bilan sun'iy bachadon kapsulasi bo'yicha gaplashish uchun shaylangan bir paytda Elvi bugungi talabalar bilan bo'lgan darsdan hafsalasi pir bo'lganligi va hozirgi kunda odamlar tabiat va tabiiy narsalardan uzoqlashayotganligi haqida gapirib shikoyat qila boshlaydi. Buni eshitgan Rachel eriga aytmoqchi bo'lgan gaplarini aytishga botina olmay jim bo'lib qoladi. Oradan kunlar o'tgach, Rachel bachadon markaziga erisiz yolg'iz o'zi boradi va u yerda bachadon markazi loyihasi haqida ma'lumotlarni o'rganadi. U markaz bo'ylab aylanib chiqadi va bu loyihada ishlayotgan texnologiyalar bilan yaqindan tanishib chiqadi. Tanishuv jarayonida markaz vakillari tomonidan Rachel va boshqa tashrif buyurganlarga namuna va isbot sifatida mijozlardan birining kapsulasini va uning ichida ulg'ayayotgan chaqaloqni ko'rsatishadi. Bu kapsula mobil telefon qurilmaga ulangan bo'lib, ota-onalar bolalarning holatini kuzatib borishi, ovqatlantirishi va musiqa qo'yib berish kabi imkoniyatga ega bo'lishadi. Ota-onalar uzoq safarga chiqishganida esa ushbu kapsula 48 soatlik batareyka bilan ham ishlashini tushuntirib o'tishadi. Rachelga ushbu loyiha yoqadi va bolali bo'lish uchun sun'iy bachadon kapsulasini olishga qaror qilib, uning narxlari bilan tanishib chiqadi va bu uchun to'lovni amalga oshiradi. Kechqurun Rachel uyga qaytgach, eri Elvi ularning hisob raqamidan katta miqdorda pul yechilganligini payqab, Racheldan buning sababini so'raydi. Rachel haqiqatni aytishga majbur bo'ladi va bu
buni eshitgan Elvi nega bunday muhim qarorni birgalikda maslahatsiz amalga oshirilganidan g'azablanadi. Ammo Rachel kechirim so'rab uni bag'riga bosadi va ular yarashib olishadi. Biroz vaqt o'tgach, Rachel eri bilan hamkasbi Elisnikiga boradi. Elis turmush o'rtog'i bilan ular foydalanayotgan kapsulani ko'rsatadi va o'z tanlovidan juda mamnun ekanliklarini aytib, o'z fikri va tajribalari bilan o'rtoqlashishadi. Ular Elviga kapsulani ushlab ko'rishni taklif qiladi, lekin Elvi rad etadi. Er-xotin uyga qaytgach, ular sun'iy bachadon bo'yicha uzoq bahslashadi. Elvi buni shunchaki kimyoviy moddalarga to'la plastik gadjet sifatida ko'radi, lekin Rachel kapsula chaqaloq uchun haqiqiy bachadondek ekanligini tushuntirishga harakat qiladi. Keyingi kuni er-xotin restoranga boradi va bu janjal yana davom etadi. Elvi bu kapsula shunchaki hissiyotsiz kompyuter va u insonning hissiy holatini baholay olmaydi degan qat'iy fikrda qoladi. Bu gaplardan charchagan Rachel hech qanday bola rejalashtirmaslikni aytib xafa bo'ladi. Oxir-oqibat Elvi bola ular uchun qanchalik muhim ekanligini hisobga olib, kapsulada chaqaloq dunyoga keltirish fikriga rozi bo'ladi. Ertasi kuni er-xotin bachadon markaziga borib shartnoma imzolashadi. Ularda bo'lajak chaqaloqning jinsini tanlash imkoniyati bor edi va ular Elvining Y urug' xromosomalarini olish yo'li bilan sun'iy bachadon kapsulasida o'g'il farzand yetishtirishga kelishib olishadi. Shundan so'ng er-xotin katta ekranda urug'lanish jarayonini bir muddat tomosha qiladi. Bir necha daqiqalardan so'ng esa hamshira ularga yaratilgan homilani kichkina kavazonda olib keladi va bu jarayonning birinchi bosqichi tugallanganligini aytadi. Er-xotin kapsulada homila yaxshi shakllanib olishini va keyinchalik uni uylariga olib kelishni kutishni davom etishadi. Va Rachel kapsulaga ulangan planshet orqali bo'lajak farzandi holatini muntazam nazorat qilib kuzatib boradi. Bu holat uni ishda, ko'chada va oshxona ishlarida ham juda ko'p chalg'itishga olib keladi va Elviga ham e'tibori pasaya boshlaydi. Oxir-oqibat Rachel o'zining kapsulasini ko'rish uchun laboratoriyaga boradi, lekin uni ocha olmaydi. Hamshira bu holat atayin qilinganini, chunki chaqaloqlar birinchi 7 hafta davomida qorong'ilikka muhtoj ekanligini aytib, bachadon oynasi chaqaloq yuragi urishi boshlaganda ochilishini tushuntirib o'tadi. Shu onda hamshira laboratoriyadan tug'ilishga tayyor bo'lgan chaqaloq joylashgan bachadondan birini olib ketadi. Rachel esa bo'lajak chaqalog'ini olib, u bilan suhbatlashishga harakat qiladi. Biroz vaqt o'tgach, homilador Rachel operatsiya xonasida uyg'onadi va hayratlangancha chaqaloq o'rniga qattiq qaynatilgan tuxumni tug'adi. Shu payt u uyg'onib, bu faqat tush ekanligini tushunadi. Bir necha hafta o'tgach, er-xotin laboratoriyaga tashrif buyurishadi va nihoyat chaqaloqning yuragi urishini eshitishadi. Hamshira bachadon oynasini ochadi va hali juda kichkina va hali to'laqonli rivojlanmagan chaqaloqni ko'rishadi. Ular bachadonni uyga olib ketishmaydi va chaqaloq xavfsizligi uchun laboratoriyada saqlashga qaror qilishadi. Vaqtlar o'tgach, Rachel chaqaloq xonasini bezashni tugatadi. Elvi xonaga haqiqiy o'simlik gullarini qo'ymoqchi bo'ladi, lekin Rachel sun'iy gologramma o'simligi bola uchun xavfsizroq bo'ladi deb o'ylaydi. Elvini fikridan qaytaradi. Keyinroq Rachel umumiy suzish havzasiga boradi va u yerda cho'milayotgan tabiiy homilador ayolga ko'zi tushadi va unga tikilib qoladi. Rachel homilador ayolning qorniga teginib ko'radi va ona qornida chaqaloqning tepishini his qilib, ajoyib ekanligini his qiladi. Shu kuni kechasi Elvi uyga eri bilan maslahatlashmasdan laboratoriyadan sun'iy bachadonda saqlanayotgan chaqalog'ini olib keladi. U yeriga nihoyat kapsulani uy sharoitida nazorat qilish vaqti kelganligini, u bilan ko'proq vaqt o'tkazish kerakligini aytib o'tadi. So'ngra Elvi kapsulani bolalar xonasiga olib borish vaqtida to'satdan qoqilib kapsulani yerga tushirib yuborishga bir baxya qoladi va xayriyatki uni saqlab qoladi. Er-xotin uxlashga yotishganida kapsuladan chaqaloq ovozi eshitiladi. Elvi rafiqasi Rachelga chaqaloqqa ovqat berishni unutganligini aytib g'azablanadi. Rachel esa Elvida ham mobil qurilma orqali bolani ovqatlantirish imkoni borligi va bu bo'yicha ular teng mas'uliyatli bo'lishi kerakligini aytib, jahl qilgancha xonasiga ketadi. Bir necha kundan keyin ofis roboti Rachelga uning ish unumdorligi pasayganini aytadi. Lekin Rachel bunga e'tibor bermay robotni o'chirib qo'yadi. Bu vaqtda Elvining telefoniga to'satdan kapsuladagi chaqaloqqa ovqat kerakligi haqida xabarnoma keladi. U chaqaloqni ovqatlantirishga shoshadi va bu jarayon qanchalik ajoyib ekanini tushunadi. So'ngra u chaqaloq uchun musiqa qo'yib beradi. Bachadon oynasini ochgancha o'z farzandi ulg'ayayotganligini ko'rib, xursand bo'la boshlaydi. Tug'ilajak farzandiga mehri oshib borayotgan Elvi kapsulani doimiy ravishda o'zi bilan ko'tarib yurishga, unga muntazam mehr berishga kirishadi va u bilan ko'proq vaqt o'tkazishga harakat qiladi. Keyingi kuni Elvi dars vaqtida o'quvchilarga issiqxonadagi tabiiy daraxtlarni ushlab ko'rib, ularga haqiqiy tabiiy tabiat qanday bo'lishini his qilishini so'raydi. Darsdan keyin esa Elvining rahbari bunday issiqxonalarda tabiiy daraxt va o'simliklarni saqlash va o'stirish uchun katta mablag' ketayotganini aytadi. Shu sababli u o'simliklarni gologramma shaklidagi sun'iy o'simliklarga almashtirmoqchi ekanligini aytgach, bundan Elvi g'azabga tushadi. Kechki vaqt er-xotin o'zaro suhbatlashadi va Rachel ko'p vaqtini kapsulaga sarflayotganini va bu uni chalg'itadi
chalg'itib ish samaradorligini tushirib yuborayotganini aytadi. Shu sababli u kapsulani qayta laboratoriyaga yuborish haqida o'ylab qoladi. Lekin Elvi barchasi yaxshi ekanligini aytib, kapsulani uylarida saqlab qolishga Rachelni ko'ndiradi. Ertasi kuni ertalab Rachel o'rnidan turadi va kapsulani topa olmay qo'rquvga tushgan bir vaqtda ko'zguda yana o'zini tabiiy homilador ekanligini ko'radi va buni eriga ko'rsatmoqchi bo'lgan vaqt yana tush ekanligi ma'lum bo'lib uyg'onib ketadi. Shu g'alati tushlar sababli u kapsula bilan ko'p vaqt o'tkazishga ikkilanib qoladi. Er va xotin Eliza ismli sun'iy intellektda ishlovchi terapevt oldiga borishadi va bo'layotgan ishlar bo'yicha maslahat so'rashadi. Sessiya vaqtida Rachel o'zini hali ona bo'lishga tayyor emas deb o'ylay boshlaydi. Eliza esa barchasi gormonlar tufayli sodir bo'layotganligi va kapsulani ko'tarib chaqaloqqa moslashish kerakligini tavsiya beradi. Keyingi bir necha kun davomida Rachel kapsulani ko'tarib yurishni boshlaydi va bunga o'rganmaganligi sababli ishxonada harakatlanishga qiynalib, kapsulani eshikka urib oladi. Shunda Rachelning hamkasbi unga kapsulani ishga olib kelish, uni chalg'itishini aytadi. Keyin esa xuddi boshqa ota-ona xodimlar kabi u ham kapsulani ofisdagi maxsus javonda saqlashni tavsiya qiladi. Kechqurun Rachel ish bilan band bo'lib, sun'iy bachadon markazidagi seminarni unutib kechikib keladi. Markaz rahbari barcha mijozlardan o'zlari parvarish qilayotgan kapsulalari haqida tajriba va fikrni so'raydi. Seminar so'ngida esa u kapsuladagi chaqaloqlar tug'ilishga yaqin qolgan oxirgi bosqichda kapsulalarni qayta laboratoriyaga olib kelishlarini so'raydi va shu sababli er va xotin kapsulani laboratoriyaga qayta topshirishadi. Keyingi bir necha kun davomida er-xotin chaqaloqsiz o'zlarini juda yolg'iz his qilishadi. Bir kuni Rachel sohilda o'z chaqalog'ini bag'riga bosguncha dengiz bo'yida yurib ketardi. Ammo bu safar ham bu navbatdagi tush bo'lib chiqadi. Ertasi kuni Rachel Elvining tabiiy o'simliklaridan olib, ularni bo'lajak farzandlarining xonasiga joylashtiradi va buni ko'rgan Elvi juda xursand bo'ladi. Homila 10 oylik bo'lganida bachadon markazi vakillari er-xotinga chaqaloqlari uchun o'zlari xohlagan tug'ilgan sanani tanlashlari kerakligini aytadi. So'ngra Rachel bir necha kunga kapsulani uyiga olib ketmoqchi bo'ladi, ammo bu ular imzolagan shartnomaga zid ekanligi uchun bunday qilisha olmaydi. Markazdan tashqariga chiqqan er-xotin darvoza oldida sun'iy bachadon kapsulasidan foydalanishga qarshi namoyishchilar to'planganligini ko'rishadi. Xavotirga tushgan Elvi darhol laboratoriyadan o'zlarining kapsulasini topib, uni o'g'irlab chiqib ketadi. O'sha kuni kechasi Rachel supermarketda sotilayotgan chaqaloqlar haqida yana g'alati tush ko'radi. Uyg'ongach u darhol o'g'irlangan kapsulani yana bachadon markazi laboratoriyasiga qaytib olib ketib qolmasliklari uchun Elvinning o'simliklar oroliga borishni istaydi. Elvi orolga ketishdan oldin bachadon markazi direktori yoniga boradi va kapsuladagi chaqaloqlarni hech qanday laboratoriyasiz o'zlari dunyoga keltirishini aytib o'tadi. Lekin markaz rahbari kapsula markazga tegishli ekanligi va kapsuladan tug'ilgan barcha chaqaloqlar laboratoriyada nazoratda bo'lishi kerakligini aytadi. Agarda kimdir uy sharoitida kapsuladan chaqaloq tug'dirmoqchi bo'lsa, kapsulada tug'ilish uchun maxsus kod bo'lishini va uni kapsula egalari ocha olmasligini qo'shimcha qilib o'tadi. Er-xotin baribir kapsulani laboratoriyaga bermay, o'zlari bilan o'simliklar oroliga olib ketishadi. Bu orolda sayr qilib aylangan Rachel tabiiy narsalar va haqiqiy tabiat qanchalik chiroyli ekanligini his qiladi. Shu kuni kechasi ular kapsulani sun'iy bachadon markazining bazasiga ulanmay qolganini va kapsula markaz tomonidan u o'g'irlab ketilganligi uchun markaz bilan aloqa uzilganligini tushunishadi. Bundan Rachel vahimaga tushadi va darhol kapsulani markaz laboratoriyasiga qaytib olib borishni xohlaydi. Lekin Elvi uni tinchlantiradi va kapsulada hali 48 soatlik batareya quvvati mavjudligi va chaqaloq bu vaqt oralig'ida xavfsiz ekanligini aytib uni tinchlantiradi. Ertasi kuni tongda er-xotin kapsuladan bola tug'ilishga tayyorligi haqidagi ovozli musiqani eshitadi. Ular kapsulaga laboratoriya ruxsatsiz o'g'irlab ketganliklari uchun kapsulani ochish kodini bilishmas edi. Rachel ilovada bir nechta kodlarni sinab ko'radi, lekin ularning hech biri mos kelmaydi. Shuning uchun Elvi ehtiyotkorlik bilan kuch ishlatib kapsulani majburiy tarzda ochishga kirishadi va buni uddalaydi. Ular chaqaloqlarni sog'-omon bag'rilariga olishgach, kapsulani pochta orqali sun'iy bachadon markaziga qaytarib yuborishadi va o'zlari uylariga qaytishadi. Shu tariqa Rachel va Elvi sun'iy bachadon kapsulasidan tug'ilgan farzandlari bilan baxtli hayot kechirishni davom ettirishadi. Hurmatli do'stlar, texnologiyalar rivojlanib borayotgan hozirgi zamonda sun'iy intellektlar, robotlar va sun'iy bachadon kapsulasi kabi texnologiyalar ishlab chiqilishi va ota-onalar tabiiylikdan qochib bunday texnologiyalardan foydalanishi qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligi haqida fikrlaringizni kommentariyalarda kutib qolamiz. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha